Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Uyg'ur ona til tor maktabidagi barliq muallimlar nomidan sizlarga o'tliq salom. Uyg'ur ona til tor maktabimiz bu yil 6-oyda Uyg'urligimizda bolalarning haqqi bor degan shior bilan qurildi. Bu shiorimizni amaliyotda ko'rsatish uchun, bolalarimizga haqqini yetkazish uchun tirishishni o'zimizga nishon qildik. Tunji qitimliq men notiq Uyg'ur g'unchilari nutq so'zlash musobaqasi Ayxan Ma'rif tarafidan uyushtirilgan edi. Bu musobaqani butun dunyodagi Uyg'ur bolalarga qisinib, o'rin cheklamasini bo'sish niyatida bu yil Tor maktabimizning nomida Torda o'tkazishni planladik. Bugun tilimiz krizisga uchrab, bizga muhtoj bo'layotganida biz ilgarigilarning ichida kuygan, qo'lida ko'turgan o'tni qurbimizning yetishicha yondirib turmasak, ularning mehnatlari bo'ynimizda qarz bet qoladi. Ular bizga qoldirganlaridan rozi bo'lmaydi. Kichik vaqtlarimizda qatnashgan musobaqalar faoliyatlaridagi jiddiylashish, natija e'lon qilgandagi hayajon bizning hozirimizga ul solgan minutlar edi. O chaqlarda bizga fursat ko'p. Tilimizni maktabda o'rganib, atrofimizdagi hamma yerda ishlata oldik. Lekin hozir chet ellardagi bolalarimiz tilini faqat Uyg'ur qarindoshlar bilan aloqalashishning bir vositasi sifatida o'rganib, o'z ona tilida yaratgan natijalardan huzurlana olmayotdi. Biz bolalarimizga ayni chaqdagi muallimlarimiz bizga bergan fursatlarning 10dan birini bera olmayotimiz. Bizning tilimiz dunyodagi boshqa tillarga o'xshashla saqlanib qolish huquqiga ega. Balalarimizmi o'z tilini sahnalarda so'zlab, o'z yezig'ida yezib, muvaffaqiyat tuyg'usiga cho'mishga haqliq. Vatan qayg'usini yuraklarimizga besib turayotgan kunlarda bas-basda echilayotgan ona til maktablari hammamizni suyundiryotdi. Ammo balalar savodliq bo'lib bo'lgandan keyin nimalarni qilish kerak? Ularning oddiy kitoblarni o'qiy olishi, apa-dada deya olishi yetarlikmi? Albatta yo'q. Biz umidni qancha yuqori yerdan kutsak, shuncha yuqori natijaga erisha olamiz. Ishonimizki, tirishchanligimizla bo'ldikan, chet ellardami o'zimizni besib tusha oladigan notiqlarni, yozuvchi shoirlarni, tili, dili va tafakkuri Uyg'urligini unutmagan suyimlik avlodlarni yetishtirib chiqa olamiz. Bu sahna dal mushu umidda bolalarimizni chaqirib keldi. Zamonimiz o'zimizga mas'ul bo'lish davri. Biz yo'qolsak, jahon ko'mibmi qo'ymaydi. Kuyayotgan o'tni o'chirish uchun suv to'shayotgan chumoliga o'xshatilsaqmi, kuyib kul bo'lib ketmaydiganligiga ishonamiz. Talay buyuklarimiz umri badaliga saqlab kelgan nimamiz bo'lsa, shularni avlodlarga kuchimizning yetishicha sog'-salomat yetkazib berish burchimiz borligiga ishonamiz. Hamon o'limiz. Bu o'limga oq yuzimiz bilan yetish uchun harakat qilishimiz kerakligiga, bizga ne'mat qatorida berilgan til va madaniyatimizdanmi hisob beradiganimizga ishonamiz. Avatilgan videolarni ko'rib, ko'zlarimizga yosh keldi. To'g'ri qilayotganimizga yana bir qitim ishondik. Bu bolalar umid ekan. Bu bolalar ona tilida talantli ekan. Bu balalarning oldida bizning tirishchanligimiz texi kamchil ekan. Biz hozir varislik qilayotgan mas'uliyat tuyg'usi sanoqsiz nomdor va nomsiz qahramonlarimizning miroslarimizni bugunimizga yetkazish uchun fido qilgan jonlaridan keladi. Har kecha uyqu kirmagan ko'zlarimizning vijdonimizdan so'rayotgan savollaridan keladi. Mushu fursatda bolalarimizga shuni degimiz bor. Sizlar notiq ekansizlar. Tilimiz sizlarning tilinglarda yayrabdi. Ne hojat janonning qurg'uyi bo'lmoq, tilim sayrig'in bulbulung bo'lay. Ne hojat yor uchun savdoyi bo'lmoq, cho'llarda ussig'in oftobda qolg'in, al qinim seningdir solg'uning bo'lay. Faoliyatimiz bulbullarimizning, ularning sayrashlari umidimizga umid qo'shqusi. Faoliyatimizga o'z umidlarini, ko'ngil so'zlarini avatgan, bizga madad va ilhomlarni ayamagan olimimiz doktor Erkin Sidiq, da'vatchi ustozimiz Habibullah Ko'sani va doktorimiz Mamtimin A'lolaga
chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz.